ayb sizda yoki ularda emas, ular demayapman. Lekin tasligini bilaman. Bildim mana u toshilgandan keyin o'zim Past ancha yomon-da bu tushunasizmi? Bu konkretniy. Bu degani ko'pi o'lik chiqadi degani. Shuning uchun oldin chuqur tekshiruvdan o'tib, siz bu shu Rossiyada tekshiruvdan o'tgandan keyin ular lecheniya yozib berdi, Androvlar. Ha, yozdi. Qildingizmi lecheniya? Qildingizmi? Dorilarni nima qildi? Ishingizni ichmadingizmi vaqtida? Oxirigacha tugataman. Nimaga? Nima xalaqit qildingiz? Yo'q, xotiningiz har safar sizga eslata olmadi. Uxlab qol, mana doim ichishingiz kerak, esingizdan chiqmadimi demay. Yo'q, nima edi haligi mana bu baliqroqdan tayyorlangan dorilar bor-ku. Aslida vitamiga tegib ketdi. Bormaysiz doktor oldiga, menga yoqmayapti, mana shu doringiz yoki o'zgartirib bering yoki qanaqadir yengillashtirib bering deb. Borish kerak, pul to'ladingmi? Vrach oldiga kirayotganda, ha? Hamma yoqni